Bugun jurnalistika jamoasi og'ir judolikka uchradi. Ustoz, yuksak bilim va tajriba sohibi, ijodkor va inson sifatida barchamiz uchun namuna bo'lgan Muhammadjon Rahmatov hayotdan ko'z yumdi. U kishi yoshlarning jurnalistikaga bo'lgan munosabatini shakllantirgan, ularni yorqin kelajakka yo'naltirgan murabbiy edi. Muhammadjon Rahmatov so'zga hurmat, kasbga sadoqat, odamlarga mehr bilan yashagan inson edi. Ustoz jurnalist endi ortida qolgan izlari, ibratli hayoti va tarbiyalagan shogirdlari orqali yodga olinadi. Ustozlarimiz shunaqa o'rgatishganki, sen shunaqa yozginki, o'sha 20 minutlik ko'rsatuvni mazmuni 1 minut, 1,5 minut ichida bo'lsin. Muhammadjon Rahmatov jurnalistika sohasida qariyb yarim asr faoliyat olib borgan, o'z sohasining haqiqiy fidoyisi edi. 1976-2003 yillar davomida u axborot informatsion dasturlari direksiyasida oddiy muharrirlikdan direktorlik darajasigacha bo'lgan mashaqqatli, lekin faxrli yo'lni bosib o'tdi. Uning har bir chiqishi, har bir reportaji mas'uliyat, aniqlik va samimiyat timsoli edi. Ustozimizning ijodiy faoliyatida haftanoma, axborot tahlil qiladi, axborot tanqid qiladi kabi ommabop va dolzarb ko'rsatuvlar alohida o'rin tutadi. Har bir dastur katta tajriba, katta maktab edi. Bu maktabda esa ko'plab yoshlarga ustozlik qilgan Muhammadjon aka har doim bilim va tajribasini ayamasdan jurnalistika sir asrorlarini o'rgatdi. Bugun uning shogirdlari nafaqat O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tizimida, balki respublika bo'ylab turli media platformalarda faoliyat olib bormoqda. Bu ustoz bergan saboq, tarbiya va ilhomning natijasidir. Mani jurnalistik faoliyatimda shu ko'p kitob o'qiganligim meni hamma joyda ishim yaxshi bo'lishiga sabab bo'lgan. Muhammadjon Rahmatov 44 yillik mehnat faoliyati davomida davlat mukofotlariga ham loyiq topilgan. 2002 yilda mehnat shuhrati, 2021 yilda esa do'stlik ordeni bilan taqdirlangan. Muhammadjon Rahmatov nafaqat jurnalist, balki vatanparvar, halol, mas'uliyatli, ziyoli inson edi. Uning xotirasi shogirdlari qalbida abadiy qoladi.